Sinani chiqarish joylarini aylanmalar qilishadi, graduslar qilishga harakat qilishadi, chiroyli chiqadi endi u narsa. Lekin zina qildirayotgan paytda ustidan obshivka qildirishayotganda poruchunini 1 metr gradusda $100 turadi. So nimaga deyishadi? Buncha qimmat, u oddiy narsa-ku deb savol berishadi-da bizga. Mana men taxminan tushuntirib beraman nimaga bunaqa qimmat turishini. Ko'rib turganingizdek, mana shu gradusli mana. Bu uyda polностью bitta tekis joyi yo'q. Hammasi gradusda. Ko'rib turgan bu Titanic zinamiz, xudo xolasa mana shu poruchulari qoldi. Bu yana bir to'liq obzorini bitganda ko'rsatamiz. Ko'rib o'tganingizdek mana 3 ta bu yoqqa, 3 ta bu yoqqa o'rtaga reka qo'yib siqilgan bu narsa. Polностью strupsinadan mana shu gradusda. Rostlanma har tomonga bukilgan bu narsa. Mashina polностью strupsinadan siqib bir kun qoldiriladi. Ertasi kuni yana ustada keladi. Keyin maminisini siqadi. Ko'rasizlar, ustiga qo'yib siqiladi. Bu mama har bitta chok bir-biriga idealniy kelmaydi bu gradus bo'lgandan keyin turtib qoladi. Bular yediriladi. Keyin endi tasavvur qilinglar, mamatlariga qanaqa ushlaydiganlar ochishi, qancha bunda gradusda endi ustalar bilishadi o'zligi. Bu narsa просто так обычный standartniy frezirovka qilib bo'lmaydi bu narsalarni. Gullarini ochish uchun juda katta mehnat talab qiladi, ko'rayotganingizdek. Qancha ish, qancha mehnat. Mana shu strupsinalarda polностью yetgancha siqib kelinadi. Har kuni 3-4 metrda siqib boriladi bu narsa. Shuni hisobidan bu juda qimmatga aylanadi har doim gradus. Shuning uchun bu narsani MDFdan yoki boshqa narsadan emas, faqatgina yog'ochdan yasalgani uchun. Arzonchi yog'ochdan ham yasash iloji yo'q. Dub yoki yong'olidan yasaladi bu narsa. Sasnadan ham iloji yo'q bo'lgan narsa bo'lganiga ham 1 metr gradusli poruchun $100 turadi. Shunaqa gaplar, okalar. Shuning uchun mabodoga gradusni zina qilmoqchi bo'lsanglar, poruchunni hisobini olinglar.